Yusuf har kuni tongda uyg'onardi, lekin endi bu uyg'onish hayot uchun emasdi. Har kuni ko'zini ochar, lekin yuragi hali ham uxlab yotar edi. Unga hech narsa qiziqmas, hech kim bilan gaplashishni istamasdi. Har kim unga hayotingni o'zgartir derdi, lekin qanday qilib? Hech kim aytmasdi. Yusuf 20 yoshda edi. U kollejni bitirgan, lekin ish topolmagan. Do'stlari ketma-ket universitetga kirib, o'z yo'lini topayotgan edi. U esa hali ham uyda, telefon va orzular orasida adashib yurar edi. Kundaliklarida shunday yozuvlar bor edi. Men charchadim. Hamma yuguyapti. Men esa joyimda qotib qoldim. Men nega shundayman? Bir kuni kechasi u YouTube'da tasodifan bir videoga duch keldi. Hech kim seni qutqarmaydi, faqat sen. Videoda bir yigit aytardi. Har kim bir marta yiqiladi, ammo faqat ozchilik qaytib turadi. Sen esa ularning orasidamisan? Yusuf o'sha so'zlardan so'ng uxlay olmadi. Ertasi kuni ertalab u daftar oldi, yozishni boshladi. Birinchi sahifaga shunday so'zlarni yozdi. Bugun men o'zimni o'zgartiraman. Hattoki hech kim ishonmasa ham. Birinchi qadam og'ir bo'ladi. U kun bo'yi telefonni o'chirib, eski daftarlarni varaqladi. U bolaligida rassom bo'lishni xohlaganini esladi, ammo hayot uni boshqa yo'lga burib yuborgan edi. Odamlarning bu foydasi yo'q, pul topolmaysan degan so'zlari orzularini ko'mib tashlagandi. Shunday bo'lsa ham, Yusuf o'sha kuni qalam oldi va oddiy chizdi. Bir daraxt. Ammo bu shunchaki daraxt emasdi. Bu qayta boshlanish ramzi edi. Oradan bir oy o'tdi. Yusuf har kuni bitta yangi narsa o'rganardi. Rassomlik, dizayn, sun'iy intellekt, ingliz tili. Har safar charchaganda u daftariga qaytardi va o'sha yozuvni o'qirardi. Bugun men o'zimni o'zgartiraman. Ammo hayot hali ham sinovsiz emasdi. Bir kuni uning telefoni buzildi, kompyuteri ishlamay qoldi. U deyarli taslim bo'ldi, ammo shunda otasining so'zlari yodiga tushdi. Agar orzularingni sinovlar yo'q qila olsa, demak ular orzu emas, shunchaki